皆さん、アッサロームアライクン。この動画では専門用語の意味や使い方を日本語とウズベク語で解説しています。今回はムスタホさんにご協力していただきます。それではムスタホさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はウズベキスタンで日本語を勉強している皆さんがよく迷ってしまう参考と参照の違いについて解説します。この2つの言葉は文法や意味の役割が大きく異なります。それぞれの使い分けができるように、ぜひ最後まで一緒に勉強しましょう。Minasan, bugungi darsimizda talabalarimiz foydalanishda ko'p adashtirib qo'yadigan sanko va sansho so'zlarini, o'zaro farqlarini va o'zaro grammatik ishlatilishlarini chuqurroq o'rganib chiqamiz. それでは、この2つの言葉を一言で言うと、参考とはアイデアやヒントをもらうこと、参照とは正しいデータを確かめることになります。Bir so'z bilan aytganda, bu so'zlarimiz, ya'ni sanko so'zimiz g'oya yoki maslahatni shablon qilib olib, o'zimizni tilda biror bir ma'lumotni yoki umuman shunga o'xshash narsalarni yozishni ifodalovchi so'z hisoblanadi. Sansho bo'lsa, ma'lumotni to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirish, xulosalash, ya'ni ko'rib chiqish ma'nosini bildiradi. まずは参考の意味と使い方から説明します。まず意味は、自分の考えを決めたり、何かを作ったりするときにヒントにすることです。最近ではチャット GPT も皆さんよく使いますね。これを参考にして何かを作ったりします。では、例文を見てみましょう。先輩のレポートを参考にして自分のレポートを書きました。このように参考の使い方は自分の考えを決めるための手がかりにすることです。Xo'p, endi birinchi sanko so'zini qanday ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Ma'nosi bu so'zimizni, ya'ni o'z fikrimizni shakllantirish yoki biror narsani tayyorlashda maslahat yoki namuna sifatida foydalanishni bildiradi. Ya'ni nimadirdan biza qandaydir yangi ideya yoki o'z fikrimizni shakllantirishda ishlatsak bo'ladi. Xo'p, masalan, biza ko'p ishlatadigan ChatGPT, ya'ni sun'iy intellektdan turli xil ideyalarni, ya'ni yangi fikrlarni olishda foydalanganimizdek, o'sha holat bizda sanko degan ma'noni bildiradi. Xo'p, bunga misol qilib, misol uchun, mana senpayning hisobotini sanko qilib o'z hisobotimni yozdim degan misolni keltirishimiz mumkin. Bu misol boshqa, ya'ni ChatGPT ko'rinishida ham, senpayning o'rnida ChatGPT ko'rinishida ham kelishi mumkin. 続いて、参照の使い方です。意味は、そこにあるデータや事実を照らし合わせて確かめることです。単に見るのではなく、事実や正しいデータを確認する、目的を持って見るという意味になります。では、例文を見ていきましょう。詳しいデータは教科書の50ページを参照してください。このように参照とは、具体的な資料と自分の手元にあるものを見比べることです。Xo'p, endi ikkinchi so'zimiz sansho so'zini ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Bu so'zimizning ma'nosi biror bir ma'lumot yoki faktni solishtirib, tekshirib ko'rish degan ma'noni bildiradi. Xo'p, bunga misol qilib, mana pastdagi misolni keltirsak bo'ladi. Tarjimasini o'qiyman. Batafsil ma'lumot uchun darslikdagi 50-sahifani ko'rib chiqing.
Xo'p, e'tibor beramiz. Misolimizda bu so'zimiz solishtirish, tekshirish ma'nosida ishlatilgan. それでは、参考と参照のレポートでの使い分けを説明します。日本の本や論文には、このような言葉がよく書かれています。参考文献。これは自分がレポートや論文、本を書くときに参考にした資料のことを言います。アイデアをもらった本やウェブサイトのリストのことを言います。Xo'p, endi bu so'zlarimiz hisobotda yozganda qanday ishlatilishlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, bu sanko so'zini ko'radigan bo'lsak, asosan asarlarda yoki umuman yozma ishlarda ko'p ishlatilinadigan holat, ya'ni sanko bunken ko'rinishida bu so'zimizni ma'nosi g'oya yoki fikr olingan kitob yoki veb-saytlar ro'yxatini hisobot oxirida keltirishni bildirib keladi. 次に、〇〇を参照。これは自分のアイデアのヒントにする参考と違い、書かれている事実そのものをチェックすることを指します。グラフ1を参照。これはグラフ1を見て確かめてくださいという意味になります。このような文章は日本語の本ではよく見られます。Xo'p, endi ikkinchi so'zimiz, ya'ni sansho so'zini ko'rib chiqadigan bo'lsak, misol sifatida grafu ichi o sansho. Bu o'zbek tilida birinchi grafikni sansho qilish degan ma'noda. Bu nima degani? O'sha birinchi grafikni qarab, tekshirib chiqish, ko'zdan kechirish degan ma'noni bildirib keladi. Demak, bu so'zimiz asosan bizda biror bir ma'lumotni tekshirish, ko'zdan kechirish degan ma'noni bildirar ekan. 最後にまとめに入りましょう。参考とは、新しいヒントを得ることで、丸写し、いわゆるコピーはできません。参照とは、その場所を見て、事実やデータをチェックすることを意味します。Xo'p, endi xulosalaymiz. Sanko so'zi e'tibor beradigan jihati yangi bir g'oyani olish. Bu shunchaki 100% ko'chirib olish emas. Ya'ni biz qaysidir ma'lumotdan yoki asardan to'liq ko'chirish emas, undan qaysidir g'oya yoki ma'lumotni olishimiz mumkin, faqat to'liq ko'chirish mumkin emas. Ya'ni plagiat mumkin emas degani. Xo'p, ikkinchi sansho so'zimiz bo'lsa, biror bir joyga yoki ma'lumotni ko'rib chiqish, aniqlashtirish degan ma'noni bildirar ekan. Shu narsalarga ham qattiq e'tibor berib qo'yamiz. それでは今回のレッスンは以上になります。皆さんいかがでしたか？質問があればコメント欄に書いてください。Xo'p, minasan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Dars haqida o'z fikrlaringizni bildiring. Qandaydir tushunmagan joyingiz yoki savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentda o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. 皆さんさようなさようなら。ら。お疲れ様でした。お疲れ様でした。